Qaynotam orqaga tiqsam xiyonat bo'lmaydi deb shunaqa tiqdi. Ko'zlarim kosasidan chiqib ketay dedi. Keyin men: Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun sizlar uchun yana bir yurakni titratadigan, hissiyotlarga boy hikoya tayyorladim. Videoni oxirigacha tomosha qiling, sizni albatta og'ziga tortadi. Marhamat, boshladik. Men 33 yoshdaman. Hayotim hamma ko'rgancha sokin, tinchlik tuyuladi. Lekin ichimda yillar davomida yigilib qolgan bo'shliq, ayollikka bo'lgan sog'inch, yurakda asrab kelgan hislar bor edi. 9 yillik turmushim davomida erim bilan munosabatimiz hech qachon bir xil, bir maromda bo'lmagan. U ko'proq ishga berilgan, oilaga vaqt topolmaydigan, uyga kech kiradigan odatdan hech qolmagan. Men esa xuddi odatdagi ayollardek uy ishlari, bola, ro'zg'or bilan bandman, lekin yuragimda bir paytlar yashagan iliqlik allaqachon ochib ketganini aytishga botinolmasdim. Shu yillar ichida eng ko'p menga yaqin bo'lgan inson qaynotam edi. U yaxshi odam, mehribon, lekin ba'zan uning menga bo'lgan nigohlari ichimda galati hissiyotlarni uyg'otardi. Avvallari buni oddiy ota mehriga yoyib kelerdim, lekin oradan vaqt o'tgan sayin u qarashlar, ozgacha ma'nodagi izohlarni yashira olmay qolar edi. Bir kuni erim yana navbatchilikda qolishini aytdi. Bolamni uxlatib oshxonada idishlarni yigishtirib yurgandim. Qaynotam ichkaridan chiqib sekin ovozda: "Qizim, yana yolg'iz qoldingmi?" deb so'radi. "Ha, ishlaridan bosholmayaptilar", dedim jilmayib. U menga uzoq tikildi. O'sha nigoh yuragimni nimagadir siqib yubordi. Nigohida achinish ham, mehr ham bor edi, lekin yana nimadir men ko'rmaslikka urinadigan, ayol sifatida sezib qo'rqadigan tuyg'u bor edi. "Sen juda sabrli ayolsan", dedi u past ovozda. "Har bir erkak bunday ayolni qadrlashi kerak." Men jilmaydim, lekin ichimda noqulaylik uyg'ondi. Biror yomon niyatni ko'rmagan bo'lsam-da, o'zimni u bilan bir xonada qolganda galati sezardim. Ba'zan u ortiqcha maqtardi, goho "sen juda chiroyli qizsan" deb qo'yardi. Bularning bari menga qiyin ta'sir qilardi. O'zimning uyimda o'zimni begona kabi his qila boshladim. Mana shunday og'ir kunlarning birida ishxonamizga yangi yigit ishga keldi, Azamat. U juda muloyim, kamtar, qarashlarida iliqlik bor. Gaplashganimda o'zimni yengilroq his qilardim. U yosh edi, hayotga ishtiyoq bilan boqardi. Balki men yoshligimni unda ko'rgandirman. Balki u menga bo'lgan iliq munosabati bilan yuragimda uzoq vaqt ochirib qo'yilgan bir tuyg'uni qayta yoqqandir. Bir kuni tushlik payti yonimga kelib o'tirdi. "Opa, bugun charchagandeksiz. Yaxmisiz?" dedi. Shu oddiy savolning o'zi meni erim yillar davomida ko'rmagan darajada ko'proq e'tibor bilan o'rab oldi. "Yaxshiman", dedim jilmayib. "Uy ishlari, bola, o'sha". U menga diqqat bilan qaradi. "Siz juda kuchli ayolsiz. Atrofdagilar bilmasa ham seziladi." U gapirgan sari yuragimda nimadir o'zgarar, nimadir uyg'onardi. U menga qaraganda boshqacha edi, samimiy, yengil, iliq. Men ham bilmasdim, bu his nimaning boshlanishi, nimaning davomiyligi edi. Biz suhbatlashganimizda vaqt o'tib ketganini sezmay qolardim. Shu vaqtda uyda esa vaziyat tobora og'irlashardi. Qaynotam imkon topganida yonimga kelib menga yaqin gaplar aytardi. Bu menga yoqmasdi, lekin ochiq aytolmasdim. Men uni hurmat qilardim, u esa shunday chegarani sezmayotgandek edi. Bir kuni kechqurun oshxonada idish yuvayotganimda, u orqamdan sekin kelib qo'limdan idish artadigan latta oldi. "Qizim, sen bunchalik ishlashga arzimaysan", dedi. "Sen ota nozik ayolsan." O'sha payt yuragim hapriqib ketdi. Men orqamga yoqimsiz jilmayib qaradim. "Rahmat, dadajon. Men hamma ishni o'zim uddalayman", dedim. Lekin ichimda qo'rquv bilan birga uyga bo'lgan ishonchim tobora yo'qolib borardi. Shunday kunlarning birida Azamat bilan ishxonada kechroq qolib ketdik. U kompyuterda bir faylni tugatishi kerak edi. Men esa hujjatlarni yigayotgan edim. Tashqarida yomg'ir quyib yubordi. Qurib qolgan shahar birdan jimjit bo'lib qoldi. Ofis ichida esa faqat biz. Azamat deraza yonida turib yomg'irni kuzatdi. "Opa", dedi sekin. "Ha." U menga qaradi. U qaraganda yuragim beixtiyor ildam ura boshladi. "Siz bilan gaplashganda odam o'zini yengilroq his qiladi. Bilasizmi, sizda juda sokin, chiroyli bir narsa bor." Bu gap meni titratib yubordi. Menga bunday so'zlarni hech kim aytmagandi.
Men yillar davomida ayolligimni his qilmagan, his qilolmagan edim. Shu payt Azamat menga yaqinroq turdi, lekin u men o'ylagan ishni qilmadi. Faqat jilmaydi. Sizga hech kim bunday gaplarni aytmayotgan bo'lsa kerak, dedi. Men bir lahza ko'zlarimni yumdim. Og'zimni qo'yishga joy topolmadim. Hech kim, deb qo'ydim past ovozda. Biz shu holatda uzoq turdik. Ikkimiz ham bir-birimizga bir qadam yaqin, lekin bir qadam uzoq edik. Yomg'ir tovushi esa bizni ichki sukutga chorlardi. Ertasi kuni qaynotam yana o'sha noqulay nigohlar bilan qaradi. Ayol sezgisi hech qachon adashmaydi. U mendan ko'proq narsa kutayotgani ravshan edi. Men esa borgan sari undan uzoqlashardim. Uy menga torlik qila boshladi, ichimda esa ayollik ovozi tobora balandlashar edi. Bir kechasi uyga qaynotam erta kirib keldi. Men o'sha payt yashiklarda joylashayotgan edim. U yonimga kelib sekin ovozda: "Qizim, nega bu qadar xafa yuribsan?" "Men hammasini sezaman", dedi. Men biroz orqaga chekildim. "Hammasi joyida, dadajon." U chuqur xo'rsindi. "Sen baxtli emassan. Men buni bilaman. O'g'lim seni qadrlamayapti. Men seni qadrlayman." Shu gapni eshitganimda yuragim muzlab ketdi. U menga qo'lini cho'zmoqchi bo'ldi, men esa o'zimni tortib oldim. "Dadajon, bunaqa gaplar kerakmas", dedim qat'iy ohangda. "Men sizni hurmat qilaman, lekin chegaradan oshmang." Qaynotam jim qoldi. Ko'zida xijolat ham, iztirob ham bor edi. U hech narsa demay chiqib ketdi. Men esa o'sha kecha yiglab uxladim. Uy meni qo'rqitar, ichimni bo'shatib yuborar edi. Ertasiga ertalab ishga borishim bilan Azamat yugurib chiqib oldimga keldi. "Opa, rangi o'zgargan-ku. Nimadir bo'ldimi?" Men jilmayishga majbur bo'ldim. "Hammasi yaxshi." "Yaxshi emas", dedi u, "sizning ko'zlaringiz bugun gamga to'la." Bu gap meni larzaga soldi. Men biror marta o'zimni kimnidir ko'zidan oqishiga ruxsat bermagan edim. Lekin Azamat, u meni ko'rardi, tushunardi. O'sha kuni tushlikda biz ko'proq gaplashdik. Men unga boshimdagi og'irlikni, zerikishimni, yolg'izligimni aytmadim, faqat umumiy gaplar qildim. U esa har gapimni diqqat bilan eshitdi. Men o'zimni qadrlangan, ko'rilgan, tushungan ayoldek his qildim. Kunlar o'tgan sari bu hislar kuchaya boshladi. Men Azamat yonida o'zimni ayol his qilardim. O'zimni ko'rkam, kerakli, mehrli his qilardim. U menga hech qachon yaqinlik taklif qilmagan, hech qachon ortiqcha qadam tashlamagan. Faqat ko'zlarida har kuni bir savol turardi: "Siz baxtli bo'lishni xohlaysizmi?" Bir kuni ish tugagach, biz yana kechroq qolib ketdik. Tashqarida yana yomg'ir yog'ardi. Biz deraza yonida turardik. Azamat sekin menga qaradi. "Opa, sizdan bir narsa so'rasam bo'ladimi?" "So'rang." "Siz hech qachon o'zingiz haqida o'yladingizmi? Boshqalarning emas, faqat o'zingizning baxtingiz haqida." Bu savol meni larzaga soldi. Men yillar davomida faqat boshqalar haqida yashaganman. Bolam, erim, qaynotam, uy, ish. Ammo o'zimchi? Azamat qo'limga ohista tegdi. Men qo'limni tortmadim. Bu qo'l men kutmagan, farq qiladigan iliqlikka to'la edi. "Siz juda kuchli ayolsiz", dedi u, lekin ba'zan kuchli ayollar ham suyanchiq istaydi. U mening qo'limni qo'yib yubormadi. Men esa o'sha lahzada yuragimni eshitdim, yillar davomida jim bo'lib kelgan, lekin hech qachon olmagan yuragimni. Men unga qaradim. U ham menga qaradi. Biz orasida hech qanday nojo'ya chegara buzilmadi, lekin yuraklarimiz bir-biriga yaqinlashdi. Men birinchi bo'lib boshimni pastga soldim. "Azamat, bu noto'g'ri", dedim sekin. "Baxt hech qachon noto'g'ri emas, opa", dedi u past ovozda. Men uning qo'lini asta qo'yib yubordim. Ammo yuragim uni qo'yib yubormadi.